Yana beraman o'rtoqlar. Avvalgani tanishlari ko'p bu ishni yopdi qilib Ha, qarakili gapiring. Yaqin nima deyapsiz? Ha. bu odamlarning hozir fikri Hop. Koreyada endi avvalga kimdir qiynalgan bo'lgan bo'lsa o'shalarga yordam berib tanishlari ko'p. Bu ishni yopdi qilyapti degan xayolda bo'lib turibdi. Bandasi uchun Qanday qilmaymiz. yopish mumkin jinoyat? Biz Alloh uchun qilamiz. Bandasi uchun qilmaymiz. Bandasi uchun Mana qilmaymiz. shunaqa narsani nima Ya, aka, o'sha aka. Ikki davlatlar orasida sovuqchilikni tushirishib, babatda o'rtaga turib, o'ldirgan Koreya politsiyalari yashirgan degan gap bo'lyapti. Mana, olinglar. mana soat 12 ga bo'lish qaramay Olinglar mana qand. Halol. Davlat. Halol. Uyligilar qolib ketmasin. Tabii. Uyligilar qolib ketmasin. E. Ikkitasi menga xafa bo'lmanglar. O'rtoqlar, biz Alloh uchun qilamiz. Bandasi uchun emas. Bizni dalishi boshimizdan tosh yog'dirsa ham dalishi qilaveramiz. Ha, shu men qaranglar, Qilaveramiz. Men qaranglar, Koreyadegilar, qarochi, bitta bo'laylik. Ha, bitta bo'laylik. Oramizga hech kim tusholmasin. Nimaga biz Nima bo'lsa, elchixonaga aytinglar. Masalan, elchixona bor, to'g'rimi? Vakolatxona bor. Bitta ko'cha, bedarvoza va hamma bilganini qilib yuradi degani bas. Elchixonaga aytinglar, vakolatxonaga aytinglar, telefoniga tusholmasalaring, menga aytinglar, men yetkazaman. Har qanaqa muammodir, o'lib qoladimi, tirilib qoladimi, zavodda qanaqadir jarohat oladimi, kimdir uni haqorat qiladimi, qanaqa bo'lgan holatda ham mana bitta men imkoniyatimga qarab harakat qilib yordam berib yurgan insonman. Bitta meni ishim emas bu narsa. Sizni ham ishingiz, hammamiz ishimiz. Biz hozir ko'rishganimizdan xursandman, sizlar ko'rganimdan xursandman. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Mana kimlardir student, kimlardir anaqa ishchi viza, opa mana boshqa viza, mana bu opalar ham o'ziga yarasha odam, aka ham o'ziga yarasha odam. Hammamiz maqsadimiz yaxshilik, hammamiz musulmon vatandoshmiz. Chiroyli gapirib, chiroyli ishlab, ashaddan pulimiz topib ketaylik. Uydi degan qana fitnalarga aralashib qolmanglar. Mana elchixona nazoratiga olgan bu narsani. Tushunyapsizlarmi? Elchixona oxirida rasmiy xulosani politsiya chiqarib bergandan keyin elchixona rasmiy xulosani rasmiy saytlar orqali e'lon qiladi. Ungacha uydi degan gaplarga yada video tarqatib komment yozib yurmanglar. To'g'risida yuraveringlar, yozsalar yuraveringlar. Menga masalan shaxsan mana shaxsiyatimga yozmoqchi bo'lsalaring, qiyomatda so'rab olaman baribir. Shuning uchun o'zlaringni ishlaringni og'irlashtirmasdan tinch o'tiraveringlar. To'g'ri? Masalan, u yo'lda qoldi. Men nima tarafdorman? Mana ko'rdilaring kelib, to'g'rimi? Men o'sha osgan bo'lsa, ataylab osgan bo'lsa, o'sha odam qamalishli tarafdoriman. Men shuni orqasidan o'zim yugurib yurgan odamman. Qanday qilib bunda men bekitishim mumkin buni? Menga kim bu? Siz bilan bir xil. Yo'q. Shuning uchun bitta gapni qaytaraversiz ham, mana ular ham bekorchi emasda, o'tirib olib bitta gapni eshitishyapti. Shuning uchun bizim maqsadimiz yaxshilik. Nima qidiryapsiz? Avtobusga pul yo'q buni. Avtobusga pul yo'q. Pulgan kelsam avtobusga pul yo'q deydi. Shakaga kira. Men o'zi kim